jannatga payg'ambarlar jumladan men oldin kiraman-u, lekin bir ayollar borki, ular mendan ham oldin kirishga haqli bo'lib qoladi Alloh huzurida. Sahobalar so'radilar, qanday ayollar? Yosh bolalari bilan beva qolib, yetim bolalariga o'zi ota ham ona bo'lib boqib katta qilgan ayollar payg'ambarlardan ham oldin jannatga kirishga haqli bo'ladilar. Mehr, rahm, shafqat, oqibat bozorda sotilmaydi. Bu bir ilohiy tomondan beriladigan qalbki bolalariga rahm, shafqat.